Biz O'zbekistonda eng kichkina nabiramiz bizni yoshimizga yetguncha tinchlik va xavfsizlikni saqlashimiz kerak deydi. Trendlar, dunyo bilan birga bo'lishimiz bu bizani yoshlarimizga qaysi imkoniyatlar, qaysi salohiyatlarni ochadi va qaysi tahdidlar bor agar bunga tayyor bo'lmasak. Hasan aka, bu juda ham katta imkoniyat. Men prezidentimizga bilasizmi, qanchalik prezidentimiz bilan faxrlanishim, u kishini yaxshi ko'rishim, u kishiga bo'lgan men cheksiz hurmatim. Nafaqat bu O'zbekistondagi siyosat, meni farzandimning kelajagi. Prezidentimiz bir gaplari bor, men o'zimga har doim yozib olaman shu qo'laman. Biz O'zbekistonda eng kichkina nabiramiz bizni yoshimizga yetguncha xavfsizlikni ta'minlashimiz kerak deydi. Biz O'zbekistonda eng kichkina nabiramiz bizni yoshimizga yetguncha tinchlik va xavfsizlikni saqlashimiz kerak deydi. Juda muhim. O'zbekistonda tinchlik bor, osoyishtalik bor. Osoyishtalik, tinchlik rivojlanish uchun eng muhim. Har qanday topoviy korporatsiya, har qanday dunyoni manaman degan korxonasi, mamlakati osoyishtalik, tinchlik bo'lmasa kelmaydi. Nima uchun O'zbekistonga bu yil dunyoning liderlari yig'ildi? Birinchisi, Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bilan birinchi marta sammiti Samarqandda bo'ldi. Yevropa Ittifoqi rahbariyati Ursula von der Leyen, Antonio Costa prezidentimiz bilan Samarqandda uchrashib, O'zbekistonning Markaziy Osiyoni birlashtirishdagi salohiyatini qanchalik muhim ekanligini ta'kidlashdi. Hasan aka, O'zbekiston uchun dunyoga ochilishimiz o'ta muhim omil. Sababi biz 37 millionli aholimiz. Qo'shnimiz bor Qozog'iston, qo'shnimiz bor Qirg'iziston, qo'shnimiz bor Tojikiston, Turkmaniston. Mana shu mamlakatlar 5 ta mamlakat. O'sha Turkmanistonni ham mana shu 5 tasini qo'shib hisoblaydigan bo'lsaylik, bizda 80 million nari-beri aholi mamlakat bo'ladi. Qarang. Yonimizda Afg'oniston bor. Prezidentimiz hattoki Afg'onistonni ham aytibdi, yordam beraylik. Uni qimmatli resurslarini muzlatmaylik. U ham xalq, millat, ularni ham qo'llab-quvvatlayapti. Katta minbarlardan qo'llab-quvvatlayaptilar. Ularni qo'shsak 120 millionlik katta bir mamlakat, aholi bo'ldi. Endi yonimizda turkiy davlatlar bor. Ozarbayjon, bu yerdan Turkiya bor, ya'ni qardosh boshqa mamlakatlarimiz bor. Ularni ham hisobga oladigan bo'lsak, bu yerda bir taxminan bir 250-300 millionga yaqin bir katta kontingent bor. Qarang. Mamlakatimiz rahbari nima qilyaptilar birinchi o'rinda? O'zbekiston uchun bozor yaratib beryaptilar. Birlashaylik. Mamlakatlar bir g'oya atrofida birlashsin. Tinchlik, o'zaro kelishuv, o'zaro rivojlanuv, o'zaro taraqqiyot, o'zaro imkoniyatlar. Yevropa Ittifoqi mamlakat rahbarlari O'zbekistonga kelyapti. Mana kecha Bolgariya bilan misol uchun qanaqa bizning munosabatlarimiz bo'ldi. Yoki Sloveniya bilan bo'lgan davlat tashrifidagi katta imkoniyatlar, Slovakiya bilan bo'lgan imkoniyatlar. Har bittasi bilan bo'layotgan mana shu imkoniyatlar O'zbekistonning iqtisodini faqatgina bu dunyoda rivojlantirib qolmay, qo'shimcha o'zbek madaniyati, o'zbek xalqining imkoniyatlari, potensiali, sporti, misol uchun mana kecha jahon chempionatidagi o'yin qanday bo'ldi Qatar bilan. Hamma sohada O'zbekistonni kuchaytiradi. Endi xavf-xatar bormi? Iqtisodiy imkoniyatlar, hamkorlik, rejalar albatta bor. Tahdidlar, raqobat. Albatta biz bozorimiz ochganimizdan keyin biz jahon savdo tashkilotiga qo'shilmoqchimiz. Bu juda ham katta, bu oliy g'oyalardan bittasi butun dunyoning savdo bo'g'iniga, savdo qon tomiriga qo'shilish. Endi u joyda raqobat bo'ladi. Bu nimani talab qiladi? Bu nafaqat O'zbekistonning o'zidan, balkim O'zbekiston xalqi va tadbirkorlardan ham raqobatbardosh bo'lish, o'z ustida ishlash, ko'proq mehnat qilish, o'zini ish qo'l ostidagi insonlarni rag'batlantirish, ularga innovatsion yechimlar orqali yangi imkoniyatlarni yaratish o'rgatishdan iborat. Bu nafaqat davlat uchun, balkim tadbirkorlar uchun ham chaqiriq bo'ladi. Ham imkoniyat bozori, ham chaqiriq bozori. Rivojlangan, mehnat qilgan odam rivojlanadi, rivojlanmagan, harakat qilmagan odam chetga chiqadi. Bunga biz tayyor turishimiz kerak. Dunyoga ochildikmi, demak, dunyo darajasida fikrlashimiz, dunyo darajasidagi trendlarga tayyor bo'lishimiz kerak. Bu juda muhim narsa. Lekin prezidentimizning eng katta ilgari surgan g'oyalari bu O'zbekistonni tinch va osoyishtalikni ta'minlash. Va bu mamlakatda taraqqiyotni ildizini mana shu tinchlikka bog'lab berish.